Savol juda qiziq savol, chunki bu har bir o'sha intervyuga qo'yiladigan savollardan biri. Birinchi sarmoya qancha bo'lgan? Ochiqchasiga aytavering, chunki baribir buni asosan o'sha startap boshlamoqchi bo'lgan yoki startapi bor insonlar ko'radi degan umiddaman va bularga ham juda foydali bo'ladi. Ya'ni men hozir bitta aniq summa ayta olmayman, chunki $10,000 atrofida bo'lgan deylik, $10,000 atrofida bo'lgan birinchi sarmoya. O'sha $10,000 atrofida bo'lgan sarmoya bilan MVP qilib, hamma rasxodlarimizga ishlatib, komandani oyligi ham boshqa narsa hammasiga ishlatib turib, biz birinchi o'zimizga tushgan pul, aylanmalarimiz, hamkorlarimiz hammasiga erishganmiz. Minimal platformadagi funksiyalar bilan. O'zingizdan bilasiz, MVP degan narsa bor, minimum viable product degan. Startup botganda